Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Ba'zan bir insonning eng buyuk qurbonligi shunday bo'ladiki, odamlar uni yillar davomida gunoh deb o'ylashadi. Ba'zan esa butun bir qishloq adashadi. Faqat bitta qariya haq bo'lib chiqadi. Bu hikoya 100 yoshga kirgan bir chol haqida. Uni bir vaqtlar avliyo deb ulug'lashgan. Keyin esa nomiga tupurishgan. Ammo uning o'lim to'shagida aytgan birgina siri minglab odamlarning boshini egishga majbur qilgan edi. O'sha sir esa 80 yil davomida yuragida ko'tarib yurgan qonli omonat edi. Tog'lar bag'rida yashiringan qadimiy qishloqlardan birida Sulton Bobo ismli mo'ysafid yashardi. U yaqindagina 100 yoshini qarshilagan edi. Ammo uni ko'rgan odam hech qachon oddiy qariya deb o'ylamasdi. Uning qaddi hali ham tik, nigohi o'tkir, xotirasi esa ko'plab yoshlarnikidan kuchli edi. Yuzidagi har bir ajin ortida alohida tarix yashardi. Urushlar, yo'qotishlar, ayriliqlar, ocharchiliklar, sabr va matonat. Ikkinchi jahon urushida Yevropaning yarmini piyoda bosib o'tgan bu inson ko'kragidagi orden va medallarni hech qachon maqtanish uchun taqmasdi. Ularni faqat bir narsani unutmaslik uchun saqlardi. Urushning narxi qanchalik dahshatli bo'lganini. Ayoli 20 yil oldin olamdan o'tgan. Farzandlari esa shaharlarda o'z oilalari bilan yashashardi. Sulton Bobo esa eski paxsa devorli hovlisini tark etishni istamasdi. Har tong bomdoddan keyin hassasiga tayanib qabriston tomon yo'l olar. O'tib ketgan do'stlari, urushda qolib ketgan safdoshlari va qarindoshlari haqqiga Qur'on tilovat qilardi. Qishloq ahli uni tirik afsona deb bilardi. To'ylar ham uning duosiz boshlanmasdi. Janozalarda ham eng oldinda u turardi. Hamma unga hurmat bilan salom berardi. Ammo hech kim tasavvur qila olmasdi. Oradan ko'p o'tmay aynan shu inson butun qishloqning nafratiga uchrashini, odamlar uning ortidan la'natlar yog'dirishini, hatto o'z farzandlari ham undan yuz o'girishini. Qishloqning narigi chekkasida esa Zarnigor ismli 20 yoshli qiz yashardi. U shunchalik go'zal ediki, uning husni haqida qo'shni qishloqlarda ham gapirishardi. Ammo go'zallik har doim ham baxt olib kelmaydi. Ba'zan u baloga aylanadi. Zarnigorning ota-onasi 2 yil oldin dahshatli avtohalokatda halok bo'lishgan edi. Shundan keyin qiz otasining ukasi Tohirning qo'liga qolgan. Tohir esa na rahmni bilardi, na insofni. Ichkilik va qimor uning umrini yemirib bo'lgan edi. Zarnigor tongdan kechgacha xizmatkor kabi ishlardi. Biror marta shikoyat qilsa yengasi Saodatning haqoratlari boshlanardi. Qizning yagona taskini ota-onasining qabri edi. U tez-tez qabristonga borar, qabr toshlarini quchoqlab yig'lardi. Go'yo yer ostidan ota-onasi ovoz berib uni yupatadigandek. Ammo javob bo'lmasdi. Faqat shamol va sukunat. Bir kuz oqshomida Tohir yana qimordan qaytdi. Bu safar odatdagidan ham battar ahvolda edi. Uning yuzi oqarib ketgan, qo'llari titrardi. Chunki u $50,000 qarz bo'lib qolgan edi. Qarzni esa oddiy odamga emas, Jalolboy degan mashhur jinoyatchiga yutkazgan edi. Jalolboy 55 yoshda, 3 marta uylangan, qo'pol va shafqatsiz odam sifatida tanilgan edi. Tohirning esa bu qarzni to'lashga imkoniyati yo'q edi. O'sha kecha uyda ayanchli suhbat bo'ldi. Zarnigor oshxona ortida idish yuvayotgan paytda amakisi va yengasining gaplarini eshitib qoldi. Tohir boshini changallab o'tirardi. Saodat esa sovuq tabassum bilan unga qarab dedi: "Nega boshingni qotiryapsan? Uyimizda tayyor yechim turibdi-ku." Jalolboy anchadan beri Zarnigorga ko'z olaytiradi. "Uni 4-xotin qilib beramiz. Qarz yopiladi. Ustiga ustak qalin ham olamiz." Zarnigorning qo'lidagi piyola yerga tushib sindi. Ammo ichkaridagilar buni eshitmadi. Qizning yuragi muzlab ketgan edi. U o'z xonasiga yugurdi. Yuzini yostiqqa bosib yig'lay boshladi. 55 yoshli zolimga xotin bo'lish, bu o'limdan ham dahshatli tuyulardi. Ertasiga Tohir qarorini aytdi. 3 kundan keyin Jalolboyning odamlari keladi. "Tayyor tur. Agar biror shovqin qilsang tiriklay ko'mib tashlayman."
Zarnigor hech narsa demadi. Faqat uydan yugurib chiqdi. To'g'ri qabriston tomon. Shamol yuziga urilar. Ko'z yoshlari esa sovuqdan muzlab qolayotgandi. Ota-onasining qabri oldiga yetib borgach tiz cho'kdi. Dadajon, onajon, nega meni o'zingiz bilan olib ketmadingiz? Men yashashdan charchadim. Meni qutqaringlar. Yoki yoningizga chaqirib olinglar. Qizning ovozi qabriston bo'ylab aks sado berdi. Aynan shu paytda bir necha qator narida duo qilib o'tirgan Sulton bobo bu faryodni eshitdi. U sekin o'rnidan turdi. Hassasiga tayandi va qabrlar orasidan qiz tomon yurdi. "Qizim", dedi u mayin ovozda. "Nega bu qadar yig'layapsan? Murdalarning ham oromi bor." Zarnigor boshini ko'tardi. Uning qarshisida butun qishloq hurmat qiladigan mo'ysafid turardi. Shu lahzada ichida yig'ilib qolgan barcha dard yorilib chiqdi. U hammasini aytib berdi. Qimor qarzi, Jalolboy, amakisining xiyonati va bugun kechqurun o'zini osishga qaror qilganini ham. Sulton bobo indamay eshitdi. Keyin sekin so'radi. "Isming nima qizim? Otang kim edi?" "Ismim Zarnigor. Otam Akmal edi. Bobom esa Murod polvon." Shu ism aytilishi bilan Sulton boboning qo'lidagi hassa titrab ketdi. Uning ko'zlari kattalashdi. "Murod polvon", dedi u pichirlab. So'ng qizning bo'ynidagi eski tumorga qaradi va birdan nafasi ichiga tushib ketdi. Chunki bu oddiy tumor emas edi. Bu uning 80 yil oldin urushga ketayotgan do'stiga bergan tumorining yarmi edi. O'sha lahzada qariyaning ko'zlariga yosh keldi. U osmonga qarab pichirladi. "Demak, shuning uchun meni 100 yoshgacha yashatdingmi? Mening qarzim hali tugamagan ekan." Keyin Zarnigorga tikilib qat'iy ohangda dedi. "Ko'z yoshlaringni art qizim. Men tirik ekanman. Seni hech kim sotolmaydi. Hech kim." Zarnigor Sulton boboning so'zlarini eshitib bir lahza unga tikilib qoldi. U bu gaplarni oddiy tasalli deb o'yladi. Axir qarshisida 100 yoshga kirgan qariya turardi. Qarshi tomonda esa pulga, qurolga va odamlarga ega bo'lgan Jalolboydek yirtqich bor edi. Ammo Sulton boboning nigohida shunday qat'iyat bor ediki, qiz beixtiyor ishonib ketdi. O'sha nigohda urushlarni yenggan odamning kuchi yashirin edi. Sulton bobo hassasini yerga qo'yib, qizning boshiga qo'lini qo'ydi. "Endi yig'lama. Uyga qayt. Men seni yolg'iz qoldirmayman. Men bergan so'zni buzmayman." Zarnigor sekin bosh irg'adi. U hali ham nima bo'lishini bilmasdi. Ammo ichidagi o'lim haqidagi fikrlar ilk marta ortga chekingandek bo'ldi. Shu kuni kechqurun Tohirning hovlisida g'alati shovqin boshlanib ketdi. Jalolboy qora rangli qimmatbaho mashinasida yetib kelgan edi. Yonida 2 nafar qorovuli bor edi. Hovlida dasturxon yozilgan. Qozonda go'sht qaynardi. Tohir esa xushomad bilan yugurib yelib xizmat qilardi. Xuddi jiyanini emas, bir qo'yni sotayotgandek. Zarnigor ichkaridagi xonada oq libos kiydirilgan holda o'tirardi. Qo'lida esa kichkina oshxona pichog'i bor edi. Agar hech qanday najot bo'lmasa, o'zini himoya qilish uchun emas, o'zini o'ldirish uchun. Chunki Jalolboyga tegishdan ko'ra o'lim afzal tuyulardi. Mulla ham kelgan edi. Hamma narsa tayyor edi. Jalolboy mo'ylovini burab kuldi. "Chaqiringlar qizni. Nikohni o'qitamiz." Tohir yugurib ichkariga kirmoqchi bo'lgan paytda hovli darvozasi birdan qarsillab ochildi. Shunday ochildiki, hamma beixtiyor o'girildi. Darvozadan kirib kelayotgan odamni ko'rib esa hech kim gapira olmay qoldi. Bu Sulton bobo edi. Ammo bugun u odatdagidek emasdi. Egnida urush davridan qolgan tantanali choponi. Ko'ksida esa qator-qator orden va medallar yaltirardi. Uning ortidan qishloqning eng hurmatli oqsoqollari kirib kelayotgan edi. Hovlini sukut bosdi. Tohirning yuzidagi tabassum muzlab qoldi. Sulton bobo asta oldinga yurdi. Hassasini yerga urdi. Ovoz butun hovliga tarqaldi. "Men bu yerga mehmon bo'lib kelmadim", dedi u.
Men bu qizning sotilishiga yo'l qo'ymaslik uchun keldim. Jalolboy kulib yubordi. Oldiniga bu vaziyat unga kulgili tuyuldi. Chol, yoshingiz ulug'. Ammo bu ishga aralashmang. Qarz evaziga qiz menga tegadi. Qonuniy nikoh bo'ladi. Siz nima qila olasiz? Qarzini to'laysizmi? Sulton bobo unga tik qaradi. Shunday qaradiki, Jalolboyning kulgisi sekin yo'qola boshladi. Ha, dedi qariya. To'layman. Hovlidagilar bir-biriga qarab qolishdi. Tohirning og'zi ochilib qoldi. Jalolboy esa qoshlarini chimirdi. Qancha qarz bo'lsa to'layman, dedi Sulton bobo. Lekin bir shart bilan. Hamma jim bo'lib qoldi. Hatto shamol ham to'xtagandek edi. Jalolboy istehzo bilan kuldi. Xo'sh, qanaqa shart ekan? Sulton bobo chuqur nafas oldi. Keyin ichkaridagi eshik oldida qotib qolgan Zarnigorga qaradi va baland ovozda dedi: Zarnigor Jalolboyga emas, menga turmushga chiqadi. Hovli ustiga go'yo chaqmoq tushdi. Bir necha soniya hech kim hatto nafas ham olmadi. Tohirning qo'lidagi piyola yerga tushib sindi. Mullaning qo'lidagi tasbeh to'xtab qoldi. Jalolboy esa qotib qoldi. 100 yoshli qariya 20 yoshli qizga uylanmoqchimi? Odamlar orasida shivir-shivir boshlandi. Keyin esa shovqin ko'tarildi. Bu nima degani? Bu aqldan ozish-ku. Bu sharmandalik. Jalolboy qahqaha otib kuldi. Ha ha ha. Chol, sening miyang aynib qolibdi. Qariganingda yosh qizga havas qilibsan-da. Sulton bobo uning kulgisiga parvo ham qilmadi. U choponining ichidan eski baxmal xaltachani chiqardi va stol ustiga tashladi. Xaltachadan oltin tangalar va quyma tillalar sochilib ketdi. Ularning yaltirashi hammaga ko'zni qamashtirdi. Men bu tillalarni 80 yildan beri saqlab kelaman, dedi Sulton bobo. Ular mening mukofotim edi. Bugun esa do'stimning omonatini qutqarish uchun kerak bo'lyapti. Jalolboyning ko'zlari tillalarga yopishib qoldi. U qiymatini bir qarashda tushundi. Bu qarzdan bir necha barobar qimmat edi. Sulton bobo oldinga qadam tashladi. Qani, ol. Qarzing yopildi. Endi yo'qol va qaytib bu qizga yaqinlashma. Jalolboyning yuzi qorayib ketdi. U tillalarni oldi. Ammo ko'zlarida nafrat chaqnardi. Bu ish shu bilan tugamaydi, chol, dedi u tishlarini g'ijirlatib. Sulton bobo esa javob bermadi. Faqat tik qarab turdi. Nihoyat Jalolboy odamlarni ergashtirib chiqib ketdi. Ammo uning ko'zlaridagi qasos olovi hali o'chmagan edi. Hovlida qolganlar esa endi Sulton boboga boshqa nigoh bilan qarashardi. Hayrat va jirkanish aralash nigoh bilan. Oqsoqollardan biri boshini chayqadi. Sulton aka, pulingiz bo'lsa qizni qutqarib qo'yib yuborsangiz bo'lmasmidi? Nega o'zingizga nikohlayapsiz? Bu qiz nevarangiz tengi-ku. Imom ham chuqur xo'rsindi. El nima deydi endi? Sulton bobo esa ilk bor ovozini balandlatdi. El qayerda edi bu qiz sotilayotgan paytda? Qayerda edi sizlarning adolatingiz? Hamma jim bo'lib qoldi. Chunki javob yo'q edi. Sulton bobo ichkariga qaradi. Zarnigor hali ham eshik oldida qotib turardi. Qizning ko'zlari yoshga to'la edi. U hech narsani tushunmasdi. Ammo bir narsani his qilardi. Bu inson uni qutqarish uchun o'z obro'sini qurbon qilayotgan edi. Sulton bobo uning yoniga bordi va past ovozda dedi: Menga ishon qizim. Men seni himoya qilaman. Men seni hech qachon xafa qilmayman. Zarnigor uning ko'zlariga qaradi va ilk marta yuragi tinchlandi. Nikoh o'qilgan kuni qishloq osmoni xuddi biror qora xabarni kutayotgandek tund edi. Zarnigorning roziman degan ovozi juda past eshitildi. Ammo shu birgina so'z bilan uning taqdiri butunlay o'zgardi. Mulla duoni tugatdi. Odamlar esa hali ham nima bo'lganini anglay olmay bir-birlariga qarab qolishardi. Bir tomonda 100 yoshli urush faxriysi, ikkinchi tomonda 20 yoshli qiz.
Bu manzara ularning tasavvuriga sig'masdi. Ammo eng qizig'i shundaki, bu nikohdagi eng xotirjam odam aynan Zarnigorning o'zi edi. Chunki u Jalolboyning qo'liga tushish bilan Sulton Bobo himoyasiga o'tish o'rtasidagi farqni yaxshi bilardi. Nikohdan keyin Sulton Bobo qizning qo'lidan ushlamadi ham. Faqat oldinga yurib dedi: "Ketdik qizim. Endi bu yerda senga joy yo'q." Va ular hovlidan chiqib ketishdi. Odamlarning nigohlari orqasidan o'qdek ergashib borardi. Ertasi tongda esa butun qishloq qaynab ketdi. Choyxonalarda, bozorlarda, masjid hovlisida faqat bitta mavzu bor edi. Sulton Bobo aqldan ozibdi. Qariganda yosh qizga uylanibdi. Odamlar uning yillar davomida orttirgan obro'sini bir kunda yer bilan yakson qilishdi. Kimdir uni nafsiga qul bo'lgan chol dedi. Kimdir kampirining arvohidan uyalmadi dedi. Ba'zilar esa undan yuz o'girib ketishdi. Eng og'iri esa hali oldinda edi. 3 kundan keyin Toshkentdan uning farzandlari yetib kelishdi. Katta o'g'li Jamshid mashinadan tushishi bilan hovliga bostirib kirdi. Uning ortidan 2 singlisi ham kelayotgan edi. Jamshid otasiga salom ham bermadi. "Ota, siz nima qilib qo'ydingiz? Butun el oldida bizni sharmanda qildingiz. 100 yoshga kirib yosh qizga uylanishga uyalmadingizmi?" Sulton Bobo javob bermadi. Faqat jim o'tirib tasbih aylantirishda davom etdi. Bu esa o'g'lining jahli chiqishiga sabab bo'ldi. "Gapiring. Nega indamaysiz? Odamlar ustimizdan kulishyapti. Sizning deb bolalarimiz maktabda bosh ko'tara olmay qoldi." Sulton Bobo sekin boshini ko'tardi va faqat bitta gap aytdi: "Vaqti kelib hammasini tushunasizlar." Jamshid alam bilan kulib yubordi. "Tushunamizmi? Nimasini tushunamiz? Sharmandalikni tushunamizmi? Men bugundan boshlab sizni ota demayman." Uning singillari ham yig'lab hovlidan chiqib ketishdi. Sulton Bobo esa ortidan qaramadi ham. Faqat tasbih donalari barmoqlari orasida aylanishda davom etdi. Zarnigor bularning hammasini eshik ortidan eshitib turardi. Uning yuragi ezilib ketdi. Bu inson uning deb o'z farzandlarini ham yo'qotayotgan edi. O'sha kecha qiz ko'p yig'ladi. Sulton Bobo esa odatdagidek ayvonda uxladi. Zarnigor esa ichki xonada. Eshik ichkaridan qulflangan holda. Bir necha hafta o'tdi. Keyin oylar ham o'ta boshladi. Va asta-sekin qiz bir narsani tushundi. Sulton Bobo unga biror marta ham er sifatida muomala qilmagan edi. Unga faqat nevarasidek qarardi. Shahardan yangi kiyimlar olib kelardi. Universitetga tayyorlanishi uchun ustozlar topdi. Kutubxonadan kitoblar olib kelib berardi. Har safar ovqatlanayotganda birinchi bo'lib uning likopchasiga taom suzardi. Qiz ilk bor o'zini himoyalangan his qila boshladi. Lekin ichidagi savol tobora kattalashib borardi. Nega? Nega bu inson uning uchun shuncha narsani qurbon qildi? Bir kuni qishning sovuq oqshomida ular pechka yonida choy ichib o'tirishardi. Tashqarida qor yog'ayotgan edi. Zarnigor nihoyat chidolmadi. "Ota", dedi sekin. "Sizdan bir narsani so'rasam bo'ladimi?" Sulton Bobo bosh irg'adi. "Albatta qizim. Nega meni qutqardingiz? Nega aynan men uchun butun qishloqning nafratini qabul qildingiz? Nega shunchaki pul berib yubormadingiz? Nega meni nikohingizga oldingiz?" Xonani jimlik bosdi. Pechkadagi cho'g'lar sekin qarsillardi. Sulton Bobo uzoq vaqt javob bermadi. Keyin og'ir xo'rsindi. "Agar men seni shunchaki qutqarganimda", dedi u sekin, "Tohir baribir seni qaytarib olardi. Jalolboy ham tinch qo'ymasdi. Qonun bo'yicha men senga hech kim bo'lmasdim. Ammo nikohdan keyin hech kim seni mendan tortib ololmaydi. Hech qanday sud, hech qanday qarindosh, hech qanday jinoyatchi." Zarnigor hayrat bilan qarab qoldi. U bu darajadagi uzoqni ko'ra oladigan reja haqida o'ylamagan edi. Ammo savolning eng muhim qismi hali javobsiz edi. "Baribir", dedi qiz. "Nega aynan men uchun? Nega?" Sulton Bobo boshini egdi.
Keyin asta o'rnidan turdi. Xonaning burchagidagi eski sandiq oldiga bordi. Uni ochdi. Ichidan sarg'ayib ketgan bir nechta xat va eski buyumlarni oldi. So'ng qo'lidagi matoga o'ralgan narsani ehtiyotkorlik bilan ochdi. Zarnigorning yuragi bir lahzaga to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki qariyaning qo'lida uning bo'ynidagi tumorga aynan mos keladigan ikkinchi bo'lak turardi. Ikki qism bir-biriga qo'shilsa mukammal shakl hosil qilardi. Sulton boboning qo'llari titrardi. Ko'zlari namlangan edi. Nihoyat u sekin dedi: "Chunki men sening bobong Murod polvonning qotiliman." Zarnigorning qo'lidagi piyola yerga tushib chil-chil bo'ldi. Uning nafasi ichiga tiqilib qoldi. "Nima dedingiz?" Sulton bobo ko'zlarini yumdi. Va 80 yil davomida hech kimga to'liq aytolmagan sir nihoyat tiliga chiqdi. "Ha qizim, men sening bobongni o'z qo'lim bilan otganman." Xonadagi havo birdan og'irlashib ketdi. Pechkadagi olovning qarsillashi ham eshitilmay qolgandek edi. Zarnigor nafas olishni unutdi. Uning quloqlari shang'illab ketdi. Qarshida o'tirgan inson bir necha oy davomida uni himoya qilgan. Unga mehr bergan. Hayotini saqlab qolgan edi. Endi esa aynan shu inson bobosining qotili ekanini aytayotgandi. "Yo'q", dedi qiz titrab. "Yo'q. Bu bo'lishi mumkin emas. Siz hazillashyapsiz." Sulton bobo boshini sekin chayqadi. Yuzidagi og'riq shu qadar chuqur ediki, uni soxtalashtirib bo'lmasdi. "Men 80 yildan beri shu yuk bilan yashayapman qizim. Har kuni, har soniya, har nafasda." Zarnigor asta devorga suyanib o'tirdi. Uning oyoqlari bo'shashib ketgan edi. Qanday qilib? Nega? Sulton bobo uzoq sukut saqladi. So'ng pechka ichidagi olovga tikilib gap boshladi. "Men va Murod polvon aka-ukadek edik. Bir ko'chada ulg'ayganmiz. Birga cho'milganmiz. Birga mushtlashganmiz. Birga non yeganmiz. Qishloqda hamma bizni egizakdek bilardi. Men undan 2 yosh kichik edim. Lekin u meni doim ukasidek asrardi. Keyin urush boshlandi. Bizni bir kunda frontga olib ketishdi. Murod polvonning ayoli o'sha paytda homilador edi. U ketayotganida bo'ynidagi tumorni 2ga bo'ldi. Yarmini o'zida qoldirdi. Yarmini esa xotiniga berdi. Agar qaytmasam, bolamizga taqasiz dedi. Sulton boboning ovozi titrab ketdi. Biz urushning eng dahshatli joylariga tushdik. Ochlik, sovuq, qon, o'lim. Har kuni yonimizdagi odamlar yiqilib qolardi. Ammo Murod polvon doim meni himoya qilardi. Bir kuni qahraton qishda bizning bo'linmamiz qamalda qoldi. Atrofda faqat portlashlar, o'q ovozlari va o'lim bor edi. Men yugurayotganimda yonimda mina portladi. Ko'zimni ochganimda oyoqlarim ishlamayotgan edi. Dushman esa yaqinlashib kelardi. Men o'limni kutayotgandim. Lekin Murod polvon qaytib keldi. U o'zi qochib ketishi mumkin edi. Lekin meni tashlab ketmadi. Meni yelkasiga ortib oldi va qor ichida sudrab olib ketdi. Zarnigor ko'z yoshlarini artdi. U bobosini hech qachon ko'rmagan edi. Ammo shu hikoyani eshitib yuragi siqilib borardi. Biz vayron bo'lgan yer to'laga yashirindik, dedi Sulton bobo. Ammo o'sha paytda snayperning o'qi Murod akaning qornini teshib o'tgan ekan. Men buni kech bildim. U qonga belanib yotardi. Men uni qutqarishga urindim. Ammo iloji yo'q edi. Dushman tobora yaqinlashib kelardi. Itlar hurardi. Nemis askarlari qadam tovushlari eshitilardi. Murod polvon esa dahshatli azob chekardi. Keyin u meni chaqirdi. "Ibrohim", dedi. Sulton bobo shu yerda to'xtab qoldi. Chunki o'sha lahzalarni eslash hali ham og'riqli edi. U meni qo'limdan ushladi va iltimos qildi. "Meni o'ldir", dedi. Men tushunmadim. Yig'ladim. Rad qildim. Lekin u yana iltimos qildi. "Dushmanga tirik tushishni istamayman. Ular meni qiynaydi.
Men baribir yashamayman. Azobimni tugat. Keyin bo'ynidagi tumorni yechib qo'limga berdi va qasam oldi. Oilamga qaragin. Farzandimni xor qilma, dedi. Zarnigorning ko'zlaridan yosh oqardi. Sulton bobo esa davom etdi. Men bunga rozi bo'lmadim. Ammo tashqarida dushman eshik oldiga kelib qolgan edi. Agar u baqirsa, ikkovimiz ham ushlanardik. Men miltiqni qo'limga oldim. U esa ko'zlarimga qarab kuldi. Oxirgi marta kuldi qizim va dedi: "Ukam, yig'lama. Sen aybdor emassan." Keyin men tepkini bosdim. Xonani sukut bosdi. Pechkadagi cho'g'lar qizil ko'zdek yonib turardi. Men o'sha kuni tirik qoldim, dedi Sulton bobo. Lekin aslida men ham o'sha yerda o'ldim. Urush tugagach qishloqqa qaytdim. Hamma meni qahramon deb kutib oldi. Ammo men o'zimni qotil deb his qilardim. Murod polvonning xotini qo'lida go'dak bilan oldimga yugurib chiqdi. "Erim qani?" dedi. Men esa inday olmadim. Haqiqatni ayta olmadim. Shundan beri har kuni shu yuk bilan yashadim. Zarnigor asta yig'lab yubordi. U qariyaning ko'zlariga qaradi va ilk marta uning ichidagi og'riq qanchalik ulkan ekanini tushundi. "Siz qotil emassiz", dedi qiz pichirlab. "Yo'q. Siz bobomning jonini olmagan ekansiz. Siz uning azobini tugatgansiz." Sulton bobo boshini chayqadi. Ammo men baribir o'zimni kechira olmadim. Shuning uchun butun umr oilangizni uzoqdan kuzatib yurdim. Yordam berdim. Ammo yaqin borishga jur'at qilolmadim. Keyin ota-onang halok bo'ldi. Men yana kech qolay deb qoldim. Mazorda seni ko'rganimda tushundim. Bu mening oxirgi imkoniyatim edi. Xudo meni bekorga 100 yoshgacha yashatmagan ekan. Men Murod polvonga bergan va'damni bajarishim kerak edi. Zarnigor sekin o'rnidan turdi. Qariyaning oldiga bordi va uning titrayotgan qo'llarini ushlab oldi. "Ota", dedi u yig'lab. "Siz menga hayot berdingiz. Siz bobomga bergan va'dangizni bajardingiz. Men sizdan nafratlana olmayman." Sulton boboning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. 80 yil davomida yuragida muz bo'lib yotgan og'irlik ilk marta eriy boshlagandek edi. Ammo ular bilishmasdi. Shu paytda qishloqning narigi chekkasida Jalolboy o'zining eng iflos rejasini tuzayotgan edi. U stol ustiga musht urdi. "O'sha qari tulki meni butun tumanda kulgi qildi. Endi navbat meniki." U yonidagi odamlarga qaradi. Bugun tunda Sulton bobo o'ladi va hamma buni tabiiy o'lim deb o'ylaydi. Jalolboyning ko'zlari qonga to'lgandek edi. Uning uchun pul yo'qotish dahshat emasdi. Obro' yo'qotish dahshat edi. Butun umr odamlarni qo'rqitib yashagan. Oldidan